Bir kunda 1 yillik daromad. Bu ertak emas, bu zapusk. Hozir hamma zapusk deyapti, lekin bu nima o'zi? Bu mijozni mahsulotingiz uchun navbatga turishga majbur qiladigan maxsus texnologiya. Zapusk shunday ishlaydi. Siz mahsulotni sotib oling deb yalanmaysiz. Aksincha, mijozlarda shunday qiziqish uyg'otasizki, sotuv ochilgan daqiqada ular mahsulotni talashib sotib olishadi. Bu xuddi yangi iPhone chiqishidan oldingi shov-shuvga o'xshaydi. Bu tizimning otasi Jeff Walker, uning dunyoni larzaga keltirgan Zapusk kitobi marketingdagi o'yin qoidalarini butunlay o'zgartirib yuborgan. Agar sizga ham portlovchi sotuvlar kerak bo'lsa, bu tizimni o'rganish vaqti keldi. Biz bu kitobni o'zbek tiliga tarjima qildik. Kitob qiziq bo'lsa, izohlarda plyus qoldiring.